Aka Gentra'ni puli yengildan qidirib yurganmidingiz? Mana bitta zo'r uchrab qoldi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, ya'ni polni full 3-pozitsiya avtomat korobka 118 ming yurgan. Eng qizig'i kraskalari top-toza akamiz original magnitofonlar qo'yilgan do'stlar. Yaxshi poliklar tashalgan, torpeda avshikalarda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. 4 ta yaxshi balon, ya'ni yumshoq balonlar taqilgan mashinamizga. Mashinamizning bagaj holati zo'r holatda. Yo'q, propanlarigacha bor ekan do'stlar. Qani bitta pol holatini ko'ramiz. Pol holati tiniq holat, ya'ni go'zal holatda. Olasiz, minasiz, ochiqcha rasxod qilmaysiz. Motor otseklariga kelsak do'stlar, 1.5 motor, konditsioner, ABS, yaxshi akkumulyator, injektor propan, olasiz, minasiz, ochiqcha rasxod qilmaysiz. Aka siz Premoy egasiz, dehqon, ya'ni dehqonchilik aka, tirikchilik emas, to'g'rimi aka? Mashina motor ходовой korobkalarida ichi bormi, yo'qmi aka? Yo'q. Oladi, minadi aka. Tayyor. Yaxshi odamlar bo'lsa keyin chiqadimi yo oformitmi aka? Chiqadi. O'zim nomimda. Qancha so'rayapsiz aka? 10.500 so'rayapmiz aka. Taqalgani oxirgi narxini qancha qilib berasiz aka? Bo'lishini ayting. 10.000 bo'lsa berib yuboramiz. Oxirgi. Realniy bozor ko'rdimi aka? Qancha qilishdi aka? Endi qilib ketishyapti bozor Har xil aka. 10.000 bo'lsa berib yuboramiz. Bo'ldi aka, nomeringiz aka. 99 bilan 070 39 89. Hoziroq mana shu videoni akalar Gentra qidirib yurgan akalarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib, like bosib kuzatishda davom etinglar. Bundan arzonlari hali oldinda.